Avvalroq Sushant Singh Rajputning hayoti haqida ozmi ko'pmi ma'lumot bergan edik. Bugun uning filmlari va rollari haqida biroz gapirmoqchimiz. Kai Pochi. Sushantning katta ekrandagi debyuti Kai Pochi, ya'ni hayotimdagi 3 xato filmi sanaladi. Bu filmda u Ishan Bhatni o'ynadi. Ishan sobiq kriketchi, o'qituvchilikka o'tgan orzuparast yigit. U film davomida ijtimoiy adolatsizliklarga qarshi kurashadi va do'stlari bilan birga sport akademiyasi ochishni xohlaydi. Sushant bu roli uchun tanqidchilar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Shudh Desi Romance. Shudh Desi Romance, ya'ni haqiqiy hindcha sevgi qissasi filmi sevgi, erkinlik va zamonaviy munosabatlar haqida so'zlovchi romantik komediya. Bu filmda Sushant Raghu rolini o'ynadi. U to'y arafasida qochib ketadi. Sushant bu roli bilan zamonaviy hind yoshlarining qarashlari va turmush tarzi bilan bog'liq masalalarni yoritadi. PK. Katta hit bo'lgan PK filmida Sushant ikkinchi darajali, lekin muhim rol Sarfaroz Yusufni o'ynadi. Sarfaroz musulmon yigit bo'lib, hind qizi bilan ishqiy munosabatlari tufayli murakkab vaziyatda qoladi. Bu filmda u ancha hissiyotlarga boy qahramonni gavdalantirgan. Uning partnyori Anushka Sharma bo'ldi. Detektiv Bomkesh Bakshi. Klassik hind detektiv asari asosida suratga olingan bu filmda Sushant hindlarning sevimli isquvari rolini o'ynab, sarguzasht sevar, zakovatli va tarixiy obrazni yaratdi. Aktyor 1940-yillarda Kalkuttada jinoyatlarni fosh etuvchi yosh isquvar rolini ishonarli ijro etdi. MC Dhoni. Aytilmagan hikoya. Mahendra Singh Dhoni Sushantning eng mashhur va omadli roli. MC Dhoni Aytilmagan hikoya filmi Hindiston kriket jamoasi sardori hayoti asosida suratga olingan. Unda Dhonining yoshligi, shaxsiy hayoti va kriket olamidagi o'sishi tasvirlangan. Bu rol uchun Sushant kriket o'yinini yaxshilab o'rgandi. Rabta. Ikki xil davr va reinkarnatsiya g'oyasiga asoslangan romantik fantastik Rabta filmida Sushant ikkita rolni o'ynadi. Uning qahramonlari zamonaviy Shiv va tarixiy jangchi bo'lmish Jilan. Film murakkab syujeti va jo'shqin hissiyotlarga boyligi bilan e'tiborni tortadi. Filmda Sushantning partnyori Kriti Sanon bo'ldi. Kedarnath. Kedarnath filmida Sushant hinduizm diniga e'tiqod qiladigan qizni sevib qoluvchi musulmon yigit Mansur Xonni o'ynadi. Filmda diniy to'siqlar, ijtimoiy ziddiyatlar va tabiiy ofat, Uttarakhand suv toshqini fonida sevgi hikoyasi yoritiladi. Sushantning qahramoni sadoqatli, halol va samimiy inson. Bu filmda u Sara Alixon bilan birga suratga tushdi. Sonchiriya, ya'ni Tilla qushcha filmida Sushant Hindiston cho'llarida faoliyat olib boradigan bandit Lakhna rolini o'ynadi. Lakhna beshafqat jinoyatchilik muhitidan chiqqan bo'lsa-da, ma'naviy poklanishni istaydi. Bu filmda Sushant ancha jiddiy dramatik ijroni namoyish qildi. Chichori, ya'ni Omadsizlar jamoasi filmida ikki xil davr haqida hikoya qilinadi. Yoshlik yillarida beg'am, betashvish bo'lgan Sushantning qahramoni Anirudh o'rta yoshga kelganda farzandining hayoti uchun kurashuvchi, mehribon va g'amxo'r ota sifatida gavdalanadi. U farzandida hayot ishqini qayta uyg'otish uchun yana eski do'stlarini birlashtiradi. Filmda omadsizlik hayotning intihosi emasligi ta'kidlanadi. Bechora yurak. Yulduzlar aybdor filmining remeyki bo'lmish Bechora yurak kinokartinasida Sushant saraton kasalligiga chalingan yigitni gavdalantirdi. Filmda sevgi, do'stlik, hayotni qadrlash zarurligi uqtiriladi. Bechora yurak Sushantning muxlislari uchun og'ir, yodda qoladigan ta'sirli filmlardan biri. Bechora yurak filmi Sushant Singh Rajputning vafotidan so'ng ekranga chiqdi. Sizchi, aziz kuzatuvchi, sizga uning qaysi roli ko'proq yoqadi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring.